o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 306-moddasi, 302-moddasiga asosan mulkiy ziyonni qoplash masalasi bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudining sudyasining hal qiluvchi qarori chiqqan. Ya'ni advokatlik faoliyatimni boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa salkam, men shu kungacha hali bunaqa masalalarni ko'tarmagandim. Bitta ma'naviy zarar so'rayotganim yo'q. Ma'naviy zarar undirish bo'yicha mana fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo fuqarolik sudining hal qiluvchi qarori chiqqan. Mana sudning ajrimi. O'sha fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudi aytibdi, moddiy zarar bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilasiz. Nima bo'lganda ham prezidentimiz har bir chiqishlarida aytib o'tadilar, ta'kidlab o'tadilar. Qayta xalq qiynalishi kerak emas, sansaloblik yo'qotilishi kerak, orcha qog'ozbozlik yo'qotilishi kerak. Assalomu alaykum azizlar. Xo'p. 2025-yil 18-oktyabr kuni Tursunboyev Asad hamda Ikrom Shahzodlarga nisbatan Chilonzor tumani Ichki ishlar organlarini faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan ayblanib ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Mana shu holat bo'yicha 2025-yil 18-oktyabr kuni ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 83-moddasi 2-qismiga asosan ish yurituvdan tugatilgan, ularni harakatlari jinoyat alomatlari yo'q deb topilgan hamda ehtiyot chorasini qamoq bilan bog'liq ehtiyot chorasi bekor qilinganligi haqida video murojaat qilgan edik. Xo'p, mazkur masala bo'yicha ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish masalasi bo'yicha shu yili 7-may kuni Tursunboyev Asadning nomidan, 13-may kuni Ikrom Shahzod nomidan o'sha Chilonzor tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi boshqarmasi boshlig'ining nomiga ariza bilan mulkiy ziyonni undirish bo'yicha murojaat qilganmiz. Xo'p. Endi bu narsani yuristlar biladiki, ya'ni o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 306-moddasi, 302-moddasiga asosan mulkiy ziyonni qoplash masalasi bo'yicha o'sha tergov shug'ullanish kerak bo'lgan. Chilonzor tumani tergov bo'limi shug'ullanish kerak bo'lgan. Shu masala bo'yicha mulkiy ziyonni undirish bo'yicha ularga murojaat qilganmiz. Ma'naviy zarar undirish masalasi bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo fuqarolik sudiga murojaat qilganmiz. Bu bo'yicha mana fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudining sudyasining hal qiluvchi qarori chiqqan. Ya'ni o'sha Tursunboyev hamda Ikrom Shahzodlarga nisbatan ma'naviy zarar undirish masalasi bo'yicha hal qiluvchi qarori qabul qilingan. Hal qiluvchi qaroriga asosan 80 million Ikrom Shahzodga nisbatan 80 million ma'naviy zarar 80 million sifat qoplash ko'rsatilgan. Masala nimada? Xo'p. Ma'naviy zarar undirish masalasi hal bo'ldi. Endi mulkiy zarar masalasi bo'yicha o'sha tergov organiga murojaat qildik. Lekin shu kunga qadar bizga tergov organi hech qanday arizalarimizga javob bermadi. Vaholanki Jinoyat protsessual kodeksining 306-moddasi 2-qismiga asosan reabilitatsiya etish to'g'risida qaror chiqargan sud, prokuror, tergovchi yoki surishtiruvchi reabilitatsiya etilgan shaxsdan ariza tushgan kundan boshlab 1 oydan kechiktirmasdan ziyon miqdorini aniqlaydi va zarurat bo'lganda buning uchun moliya organlaridan va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limlaridan hisob-kitob talab qilib qoladi deb ko'rsatilgan. Tabiiyki, murojaatimizga hech qanday javob bo'lmagandan so'ng men o'z navbatida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga hamda Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qildim. Bugungi masala mana shunda. Misol uchun men ham sudda yutuqlarimni, tergov jarayonida erishgan yutuqlarimni qo'yib borsam bo'ladi yoki bo'lmasa boshqa hamkasblarimizga o'xshab yangi chiqayotgan qonunlarni talqin qilib, yoritib borishda siz xalqimizga shu narsani tushunarli qilib yetkazib berishda mana shunday video kontentlar qilsam yo chiqishlar qilsam bo'ladi. Lekin bunday faoliyat bilan shug'ullanadigan, mandanda malakali, mandanda ilmi ziyoda juda ham ko'p hamkasblar bor. Bu narsani ularga qo'yib berdim. Men jamiyatimizda hozirgi kunda biz uchrab turayotgan, fuqarolar uchrab turayotgan to'sqinliklar, kamchiliklarni ko'tarmoqchi bo'ldim. Shu masalada mazkur videoni olishga majbur bo'ldim.
Advokatlik faoliyatimni boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa salkam, man shu kungacha hali bunaqa masalalarni ko'tarmagandim. Vaholanki ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham, YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham o'zimning profilim bor. Ancha yildan beri ochilgan edi, lekin bu narsani oxiri majbur bo'ldim shu narsaga. Chunki bizda oxirgi vaqtlarda qonun ishlamay qo'ydi. Ya'niki man bir narsani hozir qanday tushuntirib berishga ham lol bo'lib turibman. Mana Ichki ishlar vazirligidan kelgan javob xati. Sizning O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga murojaat Go.uz orqali kelib tushgan murojaatingiz Chilonzor tumani bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan atroflicha o'rganib chiqildi, deyapti-da. Bu yoqda endi o'sha jinoyat fablasini yozyapti-da. Mazkur holat yuzasidan 25-yil 18-iyul kuni Tursunboyev va Ikromovga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari yakunida ularga nisbatan bo'lgan qismi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismidan tugatilgan. Hozirda sizning mulkiy ziyonni qoplash bo'yicha murojaatni tegishli fuqarolik sudlariga va tuman prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilishingizni so'raymiz. Xuddi shu Xo'p. Boshqarma boshlig'i o'rinbosar Rahmatullayev nomidan kelyapti menga. Xuddi shunday murojaatga o'sha O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, Toshkent shahar Chilonzor tumani prokuraturasi, ya'ni prokuror T.B. Husanov tuman prokurori ekanlar. Husanov nomlarida xuddi shunday menga javob xati kelyapti. Ya'niki sizning himoyangiz ostidagi Ikrom va Tursunboyevlarga nisbatan moddiy va ma'naviy zarar undirish masalasi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 3 va 26-moddasiga asosan belgilangan tartibda fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqingiz mavjudligi tushuntiriladi. Ey baraka topkurlar, men hozirgina aytib o'tdim, bu narsani sizlar mendan yaxshi bilasizlar. JPKning 306-moddasi bo'yicha reabilitatsiya etgan organ chiqaradi mulkiy ziyon masalasida. Bitta ma'naviy zarar so'rayotganim yo'q. Ma'naviy zarar undirish bo'yicha mana fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo fuqarolik sudining hal qiluvchi qarori chiqqan. 80 million ma'naviy zarar undirish ko'rsatilgan. Men bu bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat qilganman. 302-moddada yozib qo'yibdi. O'sha Jinoyat protsessual kodeksining 302-moddasida yozib qo'yibdi. Bu endi yuristlar bevosita biladi. Buni xalqimiz uchun, ma'lumot uchun ta'kidlab o'tib ketmoqman. 302-moddasiga ko'ra reabilitatsiya etilgan shaxs qonunga xilof ravishda ushlab turilgan, ehtiyot chorasi sifatida qonunga xilof ravishda qamoqda saqlangan yoki uy qamog'iga joylashtirilgani, ishda ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilingani tufayli vazifasidan qonunga xilof ravishda chetlatilgani yoxud tibbiy muassasaga qonunga xilof joylashtirilgani natijasida unga yetkazilgan mulkiy zararni undirish haqida hamda ma'naviy ziyon oqibatlari bartaraf etilishini talab qilish huquqiga ega deyapti. 306 da aniq yozib qo'yibdi. Baraka topkurlar, qaror chiqargan sud, prokuror, tergovchi yoki surishtiruvchi qaror chiqargan, ya'ni reabilitatsiya etish to'g'risida qaror chiqargan organ to'g'risida bu yerda gap ketyapti. Shaxsdan ariza tushgan kundan boshlab 1 oydan kechiktirmasdan deyilyapti. Baraka topkurlar 2 oy bo'ldi ariza berganiga. Yana mana shu mazkur murojaatlarimga javob bo'lmaganligi uchun Chilonzor tumani ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan menga javob bo'lmaganligi uchun men O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori nomlariga hamda ichki ishlar vaziri nomiga shikoyat arizasi bilan chiqqanman. Mazkur shikoyat arizamga boshqarma boshlig'i o'rinbosari, ya'ni o'sha tergov bo'limi boshlig'i Rahmatullayev nomidan javob kelyapti. Ichki ishlar vazirligi nomiga yo'llagan murojaatimga, lekin undan oldin bevosita to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar boshlig'ining nomiga yo'llagan mulkiy ziyonni qoplash masalasi bo'yicha bergan arizam hozirgi kunga qadar ko'rilgani yo'q. Men tushunardim agar bu yerda boshqa bir sabab bo'lganda. Bu yerda nima sabab bo'lishi mumkin? Jinoyat protsessual kodeksida aniq qoida belgilangan bo'lsa, moddalari aniq tartib belgilangan bo'lsa, Jinoyat kodeksida aniq belgilangan bo'lsa, nima sababdan hozirgi kunda mana shunday sansalorlik fuqarolarni ovora qilish, mana bunday ko'p to'qilib u tashkilotdan bu tashkilotga tepish masalasi ko'tarilyapti. Nima sabab? Sizlarga to'g'ridan to'g'ri o'zingizlarning vazifalariga bu darajada layoqatsizlik deymizmi
yoki bo'lmasa bir sovuqqonlik bilan yondashilyapti. Men tushunmayapman. Nima deb baholashni ham bilmayapman. Agar ma'naviy zarari so'rab murojaat qilganimda mana shunday tarzda javob berganinglarda edi, men tushunardim. Ha, haqiqatda ma'naviy zarar fuqarolik tartibida undiriladi. Demak, bular menga nisbatan to'g'ri e'tiroz bilan murojaat qilyapti degan fikrga kelgan bo'lardim. 26-yil 13-aprel kunidagi Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlari sudining ajrimi. Ya'ni bu nima deyapti? Da'vogar Toshkent shahar iqtisodiyot va moliya boshqarmasi qo'shimcha javobgarlar Toshkent shahar hokimligi huzurida fuqarolarga yetkazilgan zararni qoplash hududiy jamg'arma hamda 3-shaxs Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi hamda Chilonzor tumani prokuroriga nisbatan yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish haqidagi da'vo arizasi bo'yicha yuritilgan fuqarolik ishining moddiy zararni undirish qismi ish yuritidan tugatilsin. Da'vogarga mazkur talab bo'yicha tegishli ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilish huquqi tushuntirilsin deyapti. Mana sudning ajrimi. O'sha fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlari sudi aytibdi, moddiy zarar bo'yicha ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilasiz deyilgan mazmunda ajrim bilan nuqta qo'yibdi. Shu o'rinda yana qanaqasiga fuqarolik sudiga murojaat qilish mumkin? Nahotki mana shu javobni tayyorlayotganda mana shu narsani tuman prokurori bilmadi deb o'ylaymizmi? Yo'q, juda ham yaxshi biladi. Buni ijrochi xodim tayyorlab olib kirgan. Endi bu tuman prokurorining nomidan kelgani bilan ijrochi xodim olib tayyorlagan bu mazkur. Lekin mazkur xatni imzolayotganda tanishib chiqish kerakmi? Siz azizlardan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu videoni ko'proq tarqalishiga yordamchi bo'lishinglarni, sababchi bo'lishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki mana shu videomiz ko'proq tarqalsa boshqalarga ham manfaati tegadi va bu masalalar bunday masalalar keyingi kelgusida boshqalar ham yo'liqqanda ijobiy hal bo'lishiga bir sababchi bo'lishinglarni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Endi bu holat bo'yicha Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qilamiz, xudo xolasa, ya'ni o'sha majburiyatni yuklatish va xodimlar Chilonzor tumani ichki ishlar organi xodimlarining harakatsizligi ustidan murojaat qilamiz Toshkent tumanlar sudiga va ishning yakuni bo'yicha siz azizlarga qo'shimcha ma'lumot beramiz. Nima bo'lganda ham prezidentimiz har bir chiqishlarida aytib o'tyaptilar, ta'kidlab o'tyaptilar, qayta xalq qiynalish kerak emas, sansalorlik yo'qotilishi kerak, ortiqcha qog'ozbozlik yo'qotilishi kerak. Bu bo'yicha o'sha joylardagi davlat mutasaddi tashkiloti ishchilari, rahbarlari qulog'ingga quyib ollaring, fuqaroni ovora qilmalaring, xalqni ovora qilmalaring deb har chiqishlarida ta'kidlab boradilar. Vaholanki yana bir narsa xayoldan ko'tarilibdi. Tursunboyev Asad tadbirkor bo'lgan, o'sha tadbirkorlik faoliyati, ya'ni non pishirish tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib bo'lgan, o'sha 3 oy qamoqda o'tirgan davrida o'sha tadbirkorlik faoliyati to'xtab qolgan, olgan kreditlari peyni tug'ilgan. Buning natijasida o'sha olgan avtomashinalar va boshqa yana nimalari sotuvga qo'yilgan, o'sha olingan kreditlarni so'ndirish uchun oila a'zolari sotishga majbur bo'lgan. Endi bular qamalib ketdi, bo'ldi, chiqmaydi. Endi kreditni qanday to'laymiz deb turib, oldindan so'ndirib nima qilib qo'ya qolamiz degan maqsadda o'sha olingan mashinalarning 2 barobar arzon narxiga sotib, kreditlarni so'ndirib qo'yishgan bo'lgan. Buning natijasida tadbirkor juda katta ma'naviy moddiy zarar ko'rgan. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha bir 700 milliondan oshiqroq moddiy zarar ko'rgan. Prezidentimiz vaholanki har bir chiqishlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalasi bo'yicha, ularga to'sqinlik qilmaslik masalasi bo'yicha rahbariy ko'rsatmalarni berib boryaptilar. Har bir chiqishlarida ta'kidlab boryaptilar. Ey, tadbirkorga tegmalaring, tadbirkor tegmalaring deb. Ana bu holatda endi nima deb baholasa bo'ladi? Shu sababli mazkur chiqishni lozim deb topdim. Hozir bu o'rinda o'zim kerakli bo'lgan shikoyat arizalarini kerakli bo'lgan tashkilotlarga yuboraman yana. Bu bo'yicha to'xtab qolmaymiz va natijasi bo'yicha sizlarga yana qo'shimcha axborot beramiz. Yana bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Mana shunaqangi holatlarga, to'siqlarga duch kelayotgan bo'lsangiz, agar to'xtab qolmang, oxirigacha kurashing. O'shanda bir natijaga erishasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.